Bu usulni o'rganib qo'ying, imtihonda kerak bo'lib qolishi mumkin. Demak, bizga quyidagicha misol berilgan. Biza bu tenglamadan x kvadrat plus y kvadratning qiymatini topishimiz kerak ekan. Nima qilishimiz mumkin? Birinchi navbatda bularni ochib chiqamiz. 9x ning 4-si plus 9y ning 4-si minus 6x kvadrat minus 6y kvadrat plus 2 teng 0. Ya'ni ochib chiqdi. Endi qaranglar. 9x ning 4-si minus 6x kvadrat. Demak, bu formulani berishini sezib qoldim. 9x ning 4-si minus 6x kvadrat plus 1. Endi bu qismi 9y ning 4-si minus 6y kvadrat plus 1 teng 0. Ikkini ikkita 1 deb oldim. Bu qismi va bu qismi bizga formulani beradi. Ya'ni bu 3x kvadrat minus 1 ning kvadratini va bu qismi esa 3y ning kvadrati minus 1 ning kvadratini 0 ga tengligini bildiradi. Ikkita kvadratni qo'shsam 0 chiqyapti. Qachon bo'lib qolishi mumkin? Ikkita musbat sonni qo'shganda 0 chiqishi, qachonki bu ifodalarning o'zi 0 ga teng bo'lsa 0 chiqib qoladi. Shu uchun 3x kvadrat minus 1 ni 0 ga tenglashtiraman. 3y kvadrat minus 1 ni ham 0 ga tenglashtiraman. Shunda menga x kvadratim 1 taqsim 3 ga, y kvadratim ham 1 taqsim 3 ga teng bo'ldi. Endi x kvadrat plus y kvadrat 1 taqsim 3 ga 1 taqsim 3 ni qo'shadigan bo'lsam, 2 taqsim 3 degan javob hosil bo'ladi. Shu kabi foydali usullarni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.